Assalomu alaykum. Mana bu o'sha Celadon parodasi. Tortib ko'rdik. 15 kunlik jo'jasi, yo 1 oylik jo'jasi. Mana bu ham bu belgigan 1 oylik jo'jasi. Mana 1 oylik jo'jasini tortdik. Celadon bilan deyarli jildi og'irroq chiqyapti ba'zan. Mana bu o'sha belgigan tuxumi. Bu Celadon tuxumi. Og'irliklari ko'rib turganingizdek. Bular o'sha tuxumlab turgan Celadon parodalar. Bular ham Celadonlar ham tuxum va go'sht yo'nalishidagi vitaminlar turiga kirar ekan. Mana endi hozir Celadon makonni qo'yib ko'rdik. Vazni 297 gram, 297 gram chiqyapti. Tirik vazniga. O'zim videoga olayotganim uchun uzr so'rayman. Qochib ketib qolyapti. Topshab taroziga qo'ygungacha vaqt ketib qolyapti. Bu belgigan. Mana bu yapon manjur o'sha tuxum yo'nalishidagi bedalar. Ba'zan tortyapmiz. Deyarli 200 gram chiqyapti xolos. Bu asosan tuxum yo'nalishidagi uchun kichkina vazn. Mana bu Celadon tuxumi, mana bular bedalar tuxumlari. Mana inkubatorga qo'yib qo'yganmiz. Celadon va belgigan tuxumlar qo'yganmiz. Mana ko'rib turganingizdek, bular jo'jachalar, sariqlar belgigan. Mana bu qoramtirroqlari Celadon. Qolgan ichida ko'prog'i o'sha yapon manjur. Umuman olganda qoramtirroqlari, salchiporoqlari o'sha Celadon bedanlari. Buni bitta ko'rishdan ajratsangiz bo'ladi. Mana bular o'sha 1 oylik qoramtir rangdagilar, Celadon, oqlar belgigan. Tashqi ko'rinishidan ko'rib faqlavasiz bo'lar ekan. Mana bular o'zimizning yapon manjur tuxum yo'nalishidagilar.